Koreys yerimni dam olish kunlarida eng yaqin do'stlarni o'zbek oshxonasiga taklif qildik. Farzandli bo'lishimizdan oldin uyimizga mehmon bo'lib kelishgandi. Men ularga o'zbekcha milliy osh tayyorlab bergandim. Albatta, juda ham yoqdi. Bugun esa oshxonada boshqa milliy ovqatlarimizdan taklif qilmoqchimiz. Zavtrak plus obed qilib birinchi qiladigan ishimiz Amirchikning priyovkasiga borish. Bechora bolajonim dunyodan bexabar mazza qilib o'ynayapti. Esinglarda bo'lsa, bir hafta oldin bizani noto'g'ri sanaga chaqirib qo'yib, ming marta uzr so'rab orqaga qaytarib yuborishgandi. Bugun bolnitsaga borganimizda yana qayta uzr so'rashdi. Amirchik priyovkalarini Koreya davlat tomonidan qurilgan bolnitsalarda oladi. Boshqa qandaydir muammo bo'lganda esa xususiy bolnitsalarga boramiz. O'zbekistonda yurganimizda hech qanday priyovka olmadik. Allohga shukr, bolnitsalarga ham ishimiz tushmadi. To'g'risi, o'shaning uchun O'zbekistondagi detskiy bolnitsalarni yaxshi bilmayman. Bu yoqdan kelib, sirazu trenirovkaga chiqdim. Shu paytgacha bo'lgan eng og'ir mashqlardan birini o'rgandim. Mashqlarni qiyinligini sababi shu ikkita rezinkada edi. Uyga qaytsam, Amirchikni yangi yil fotosessiyasi uchun zakaz qilgan kiyimim уже kelibdi. Kun bo'yi ko'chada yurgan bo'lsam ham umuman bo'yanmagandim. Sababi, istoriyamda aytib o'tganimdek, dalba spreyimda bo'yanib, tayyorlanib oshxonaga borib, Erjonni eng yaqin do'stlari bilan 7 oy deganda ko'rishibmiz. Oxirgi marta raddomga meni ko'rgani borishgandi. Amirchikni birinchi marta ko'rishgani uchun qo'ldan tushirmasdan faqat o'ynatib o'tirishdi. Meni ham koreys tilim anchagina yaxshi bo'lib qolgani uchun mazza qilib soatlab gaplashib o'tirdik. Zomin oshxonasining hamma ovqatlari ularga juda ham yoqdi. Shunday qilib Erjon bu safar ham dam olish kunlarida umuman dam olmadilar. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.